Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Hamim. Hamim. Vel kitabil mubin. Roşan Qur'on bilan qasam qilaman. İnna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin. Biz Qur'onni haqiqatan muborak kechida, ya'ni Shabi Qadri kechisida nozil qildik. Biz haqiqatan insonlarni Qur'on bilan ogohlantiruvchi bo'ldik. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. O kechida har bir hikmatlik, ya'ni hikmatning taqozosi bo'yicha qilingan ish, ya'ni bandalarning rizqi, ajli va boshqa ahvoli ayrildi. Amran min indina inna kunna mursilin. Shu kecha taqdir qilingan ishlarning hammasi bizning dargohimizdan bo'lgan ishlardir. Biz haqiqatan insonlarga payg'ambarlarni avatkuchi bo'ldik. Rahmatan min robbik innahu huwas-sami'ul alim. Shu Parvardigoringning rahmatidandir. O haqiqatan bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir, ahvolni bilib turg'uchidir. Rabbis samawati wal ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin. Agar sizlar haqiqiy ishonguchi bo'lsanglar, u osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning Parvardigoridir. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. O o'likni tirildira oladi, tirikning jinini ola oladi. O sizlarning Parvardigoringlardir. Ilgirki ota-bobonglarning Parvardigoridir. Bal hum fi shakkin yal'abun. Undaq emas, ya'ni ular haqiqiy ishonguchi emas. Balki ular qiyomatdan shakti bo'lib, haqni istihzo qilib o'ynaydi. Fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin. Ey Muhammad, sen osmon hamma odam ochiq ko'rdigan tutunni keltirdigan kunda ularga bo'ladigan azobni kutgin. يغشى الناس هذا عذاب أليم. O tutun kişilerini o'rib Bu qattiq azobdir. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. Ular Parvardigorimiz bizden azobni ko'tarib etkin. Biz haqiqatan iymon keltirguchilarimiz deydi. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. Azab kötürülüp ketkende ular qandaqmı ibret alsın. Halbuki ularga roşan peygamber geldi. Şundaq turuqluq ular iman etmedi. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. Ondan ular onundan yüz ördü ve o ügütülgen, yani Kur'an'ı kişilerden ügengendir, mecnundur, dedi. İnna kâşiful azâbi qalîlâ, innekum âidûn. Biz hakikaten azapni sizlerden azgını vakit götürüytimiz. Ondan sizler hakikaten ilgirki kapırlık altınlarga qaytıp alsızlar. يَوْمَ نَبَطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ. Ularını qattiq tutqan günümüzde çokum cazalayımız. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمُ
جاءهم رسول كريم. Ulardan ilgari biz haqiqatan Fir'avnning qavmini sinirdik. Ularga isil bir payg'ambar keldi. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. Musa ularga aytdi: "Manga Allohning bandalarini, ya'ni Bani Isroilni topshirib beringlar. Men sizlarga haqiqatan ishonchli payg'ambar. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين." Allohga takabburlik qilmanglar. Men sizlarga haqiqatan ro'shan mo'jiz bilan keldim. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. Men haqiqatan mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlarga sığınıp, sizlarning meni o'ltirishinglardan panoh tilayman. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. Agar menga iymon keltirmasanglar, meni o'z holimga qo'yitinglar. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. Musa Parvardigorga, bular gunohkor qavmdir deb duo qildi. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. Allah aytdi: "Mening bandalarimni kechida elib chiqib ketgin. Sizlar haqiqatan qo'g'linisizlar." واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. Dengizni tep-tinish, ya'ni sen o'tib bo'lgandan keyin quruq holda bo'yicha qo'ygan. Ular haqiqatan g'arq qiling'uchi qo'shindir. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. Ular g'arq bo'lib nurg'un bog'larni, buloqlarni, ziroatlarni, chiroyli joylarni qoldirdi. ونعمة كانوا فيها فاكهين. Ular bahramon bo'layotgan ne'matlarni qoldirdi. كذلك وأورثناها قوما آخرين. Shunda qilib ularni boshqalarga, ya'ni Bani Isroilga miros qilib berdik. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Ularga osmonmi, zaminmi yig'lamadi. Ularga muhlatmi berilmadi. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. Şək şübhəsiz ki, biz İsrail avladını xar qılğıcı azabdan, Firavun azabından qutquzduq. Firavun həqiqətən mutakabbir idi, həddidən aşqıçılardan idi. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Ularni, yani ularning ayni zamanda mushundaq sharafga loyiq ekanligini bilib turib, o'z zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildik. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. Ularga, yani tefekkür qilguvchilarga ro'shan sinoq bor nurg'un mo'jizlarni ato qildik. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ. Bular, yani Quraysh kuffarlari cho'qim aytidi. إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Faqat birlik etim ölümüz, qayta tirilmaymiz.
Agar oxirat bor degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, bizning ota-bobolarimizni tirildirib akilib beqinglar. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Ular, yani müşriklar küçükmü, yoki tübbi kavimmi? Ulardan ilgiri o'tgan nurg'un qavmlarni halok qildik, chunki ular gunohkor edi. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni o'ynab, ya'ni bekorga yaratganimiz yo'q. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ularni biz faqat haq yaratdik, va lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ. Batil bilan haqni ayiradigan kun, ya'ni qiyomat kuni insonlarning hammasining hisob uchun tayinlangan vaqtdir. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. O kunda do'st do'stga hech narsaga asqatmaydi. Ular yordamga erisholmaydi. إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Faqat Allah rahmat qilgan kishi buningdan mustasno. Allah haqiqatan g'olibdir, nihoyat mehribondir. إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ. Zaqqum darhi haqiqatan gunohkorlarning tamuqidir. كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ. O ertilgan mistaq qiziqdir. O qo'rsaqlarda qaynoq suvda qaynaydi. خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ. Dozaqqa muvakkal farishtalarga uni tutib so'rab dozaqning o'tirsiga elib beringlar. Ondan uning beshiq qaynoq suv quyib azoblanglar deyiladi. ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. Uningga xorlash va masxir qilish yuzidan bu azobni tetig'in. Sen haqiqatan izzatlik ulug' zot eding. إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ. Bu azob haqiqatan hayot vaqtlarida sizlar sheklangan narsadir deyiladi. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ. Taqvodorlar haqiqatan bexatar joyda bo'ladi. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. Bog'larda, buloqlarning orasida bo'ladi. يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ. Ular qilin yupqa, ipak kiyimlarni kiyib bir-biriga qarab o'tirdi. كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ. Ularni turli hurmatlar bilan mushundaq ikrom qildi. Shahlo ko'zlik hurlarni ularga jup qilamiz. يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ. Ular jannatda mayda yig'ilishish va kasalliklardan amin bo'lgan holda xizmatchilardan hamma mevlarni keltirishni talab qildi. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. Ular ilgirki, ya'ni dunyodagi o'limdan boshqa jannatda hech qanday o'limni tetimaydi. Alloh ularni do'zax azobidan saqlaydi. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.
Bu Parvardigoringning marhamatidandir. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. Ularning vaz-nasihat edish uchun Qur'onni sening tiling bilan osonlashtirib berdik. فارتقب إنهم مرتقبون. Ey Muhammad, ularga tushadigan azobni kutgin. Shubhisizki, ular sening halok bo'lishingni kutguchidir.